Balkim ayb sizning o'g'lingizdadir. Yo'q, men aniq bilaman. O'g'lim soppa-sog'. Hamma ayb kelinimda. Bepushtlik deyilganda bu birinchi navbatda ayollar tarafidan muammoni izlashdan boshlaymiz. Lekin afsuski bepushtlikning 50% sabablari erkaklar tarafidan kelib chiqadi. Keling, bugun endokrinologik jihatdan erkaklarda keltirib chiqaradigan asosiy gormonal o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Birinchisi bu buqoq kasalliklari. Bunda spermatozoidlar va testosteron miqdorining kamayib ketishi kuzatiladi. Ikkinchisi bu qandli diabeti bor bo'lgan erkaklarda. Bunda mayda qon tomirlarida qon aylanishini buzilishi hisobiga spermatozoidlar va testosteronlar hosil bo'lishining ham pasayib ketishi kuzatiladi. Uchinchi asosiy omillardan biri bu semizlik. Semizlikda erkaklarda estrogen, ya'ni ayollik gormonlarining oshishi, testosteron erkaklik gormonining tushib ketishi hisobiga spermogrammada o'zgarishlar kelib chiqadi. To'rtinchi kam uchraydigan kasalliklardan biri bu prolaktin miqdorining oshishi. Prolaktin miqdori oshganda fezgi va elgining tushishi va testosteron spermatozoidlar miqdorining kamayishiga olib keladi. Hurmatli onajonlar, hadeb keliningizdan ayb izlamasdan boshqa kelin topishga shoshilishdan oldin toychoq o'g'lingizni ham albatta bitta tekshirib qo'ying.